Assalomu alaykum onajon, yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom deb bor, o'zingiz yaxshi o'tiribsiz. Rahmat onajon. Nevaram nima qilyapti? U uxlab qolgandi onajon. Uylaringiz jinnidek toza, hech kim uyda kichkina bolasi bor uy deyishmaydi. Assalomu alaykum onajon, yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom bolam. Hozirgina Dilbarxonni maqtab o'tirgan edim. Qara, bolasini uxlatib jinnidek tozalab qo'yibdi uylarini. Chunki tefal changutgichida tozalaganda hamma yo'qni. Tefal changyutgichi hamma joyni ehtiyotkorlik bilan tozalaydi. Changyutgich juda past ovozda ishlaydi. Uning turli xil nozulari uyning eng yashirin burchaklariga ham yetib borishga yordam beradi. Biram mazali hid kelyapti. Nima ovqat qildingiz? Osh? Dilbar, qaramaysam 40 minut bo'ldi damlaganingga. Bor qara oltiga yonib ketadi. Osh qildim onajon. Bora qoling. Yoshlar.